Arzon narxda Captiva so'raganlar uchun navbatdagi Captiva 1 avtomobilimiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan Captiva 1, motor ob'yomi 3.2 litr, bosib o'tgan masofasi probegi 315 ming kilometr. Mashina faqat benzinda yurgan, gaz umuman o'rnatilmagan, texnik holatlar yaxshi holatda, motori moy yemas ekan, korobkada hech qanaqa qilinadigan ishlar yo'q, hadovoylari ham zo'r holatda turibdi. Balonlar holati hali yaxshi holatda turibdi, Michelin balonlar taqib qo'yilgan ekan. Salon holatlari ham yaxshi turibdi, matviy plastmassali. Lyuka albatta bor. Akkuratniy salon. Aybiga keladigan bo'lsak, o'ng taraf orqa krilo va orqa eshigi va oldi eshigi. Xullas 3 ta detali bo'yalgan, yuzaki bo'yalgan, ichiga o'tmagan krilo, eshik. Oldi krilosi toza, qolgan joylari 100% toza. Bemalol tekshirtirib olishingiz mumkin. Mashinani texnik holatiga egasi qarab, akkuratniy haydagan ekan, ja unaqa yomon bo'lib urinib ketgan mashina emas. Narxiga keladigan bo'lsak, eng qiziq joyi narxi $7200. Telefon raqamlarini video opisaniyasida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqanlar aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar.